Assalomu alaykum aziz bizlarni kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun Cobalt avtomobilimizga Android CC3 magnitofonni ustanovka jarayonini to'liq obzorda qo'yamiz. Unga zadniy kameralarni ulashish ham jarayonni ko'rsatib ketamiz. Eng avvalo obrisovkasini yechib olamiz. Undan keyin yechib magnitofonimizni 4 ta chetida 7 bolt turgan bo'ladi. 7 boltni bo'shatib olamiz. 4 talasini ham. Chetidagi 4 ta 7sini bo'shatib oldik. Mafonni chiqarsanglar chiqadi. Orqasida 3 ta shtekeri bor. Ularni chiqarib olamiz. Bu antenna va gilamli shtekeri. Xudo xolasa bugun mana shu CC3L 232 modelini ustanovka qilamiz. Kam bloklari bilan. Ulanish jarayonlarini ham qo'yaman. Xudo xolasa mikrofonlari, ko'rishingiz mumkin stekerlari. Mana magnitofon ramkani yechib oldik. Bu yerda ochib yopadigan knopkasi, поворотники, mana airbag ko'rsatib turadigan knopkalarni ikkinchi ramkamizga o'tkazib olamiz klipsilari bilan qo'shib. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'zida tayyor, o'zida bo'ladi, mafonni o'zida. Mana o'tkazib qotirib oldik. Shu magnitofonimiz tayyor. Endi ustanovka jarayonini qo'yamiz. Bu magnitofonning gilamli shtekeri. Bu shtekер ulash qiyin emas. Bu kambus blokni o'zini ulaymiz. Qo'ysanglar bo'ldi bu shtekeri. Shtekeri qo'shimchasi mikrofoni bor. Mikrofonini mana o'zingizga ma'qul joyga yopishtirib qo'ying, ovozi eshitiladigan joyga imkon qadar. Biz ana shu tepasiga qo'yib beramiz. Bunisi bo'lsa GPS. GPS'ni ham labovigacha chiqarish shart emas. Mashina orqasiga joylashtirib bo'ladi. Latta bor. Oldingda latta bor. Qo'ying. Bo'l shart emas. Bu key agar rulida pulti bo'lsa, ulab olsanglar bo'ladi. Bu shtekir o'ziga shunday papka-mapkadek tushadi. Undan qo'shimcha kambus blok simini olamiz. Ayrim Cobaltlarda o'qimay qoladi. Uni ham qatdan olib qatga ulashinglarni ko'rsatib ketaman. Bizga kerak bo'ladigan simlar bu fleshkasini simi. Bardachovga bitta, keyin mana o'zini zavodskoy fleshkasiga sim chiqqan bo'ladi. Fleshkasini bittasini bardachovga chiqarib qo'yamiz. Bardachovning shu yerda teshigi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu zadniy kamerani shtekeri. Biz ham zadniy kamera ham qo'yamiz. Mana zadniy kamerani shtekeri mana papka-mapka o'ziga tushadi. Bu mafonni orqasiga ulanadi. Hamma shtekер. Mana shu o'zini hammasi bir-biriga tushmaydi. Ketma-ketlikda ulaymiz. Shtekkerlarning hammasini joy-joyiga tiqib oldik. Kameralarni ham tiqib oldik joy-joyiga. Endi bularni paretga qo'yib olamiz.
Buni xohlasanglar, agarcha zadniy kamerani qo'ydirmayman desanglar, o'zingizlar uy sharoitida ham qo'yib olsanglar bo'ladi-ja, qiyin ish emas. Hammasi stiker bilan chiqazib qo'ygan. Xitoy jonivor baraka topsin. Endi baribir usta qo'ygani ma'qul. Yangi ustalar uchun foydali maslahat ko'proq. Ayrim hollarda kannisimini o'qimay qoladi. Kannisimini o'qimagandan keyin pastdan kompyuter stekeri oldidan olib chiqish kerak u simni. Vadilyon var az gün. İsimlerini paretke koyalımız. Vadilyon. Zelenti ham ol. Ko'rishingiz mumkin. Paretga qo'yamiz. Paretga qilish jarayonida xohlasanglar antennasini ham sotadi. Antennani ham stekerini tiqib qo'ysa bo'ladi. Mana bu antennasini stekeri mana. Bu ham papka. Mana. Bu o'zini antennasi tushmaydi, hech qaysinisi. Ko'rishingiz mumkin. Endi bularni paretga qilib qo'yamiz. Taqirlamasligi uchun keyinchalik. Yüzünü siz. Ko'rishingiz mumkin. Yopishtirgan narsani sarf etib toplanadi. Ko'proq shuncha qilgan jarayonlarda ishlatiladi bu narsa. Keyinchalik taqirlamasligi uchun yaxshi narsa. Hammasini bittada ushlab turadi. Ertaga sizlardan keyin kimdir ochsa ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy turadi. Hech qanaqa zarari yo'q. Ertaga taqirlamaydi, ichi o'rgimchagini bo'lib yotmaydi. O'zingizlarning ishinglarning sifatini oshirasizlar. Kelayotgan klientinglar ham xursand bo'ladi bunaqa ish ko'rganingizdan keyin. Uстановка jarayonimiz tugadi. Xudo xohlasa hammasini ulab oldi. Endi faqatgina stekeriga tiqib yuborsak bo'ldi. Hammasini o'zini stekeri bor. Hech qaysi steker boshqa joyga tushmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin.
fleshkani joyi. Kamerani joyi. Burab qo'yasizlar GPS'i. Va antennani joyi. Ushlab turmadi tur. Kamera plonkasini shilib tashlading? Mana ustanovka jarayonimiz tugadi, xudo xohlasa. O'zingizlar ko'rib kuzatishingiz mumkin. Mana ish jarayoni, hamma narsa akkuratniy joyida. Endi bu joyga shundoq qo'ysa, xudo xohlasa tiqib bo'ldi. Shundoq bilib tur. Hop, yonibdi-yu mafhum. Zavodxor mashina. Bu mashinamizga start stop ham qo'yib berganmiz. Zadniy ko'rsanglar mana. Full maza qiladi. Kimga maslahatlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham mamnunmiz.